Hammaga assalomu alaykum hurmatli soha-xabchilar, hurmatli treyderlar. Bugun biz sizlar bilan yana binariumdamiz va bugun ajoyib bitta strategiya haqida ko'rsatib beraman. Bu strategiya bir qancha indikatorlar hamda asosiy tushunchalarni o'zida qamrab olgani uchun ozgina murakkab tuyulishi mumkin, lekin zo'r foyda ishlab beradigan strategiya. Xullas, birinchi navbatda, demak, buni sal sidewayda yurgan ekan, mana bu joyda o'zim uchun Xo'p, yaxshi tushib berganman bu yerdan. Vot ko'tarilgan. Downtrendga o'zgargan keyin. Demak, birinchi navbatda bizga qilishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu indikatorni tanlash. Vot, ko'ryapsizlar, EMA hamda EMA ni qo'shilgan indikator. Ana undan keyin har doimgidek bizning o'sha sevimli indikatorimiz RCI. Mana index bo'ldi, chotki. Aynan mana shu ikkita indikatorni olishimiz kerak. Bittasi RCI, bittasi esa EMA hamda MA liniyalarini tutashmasi. Xo'sh. 10 sekundlikka o'tkazib olaman, chunki asosan shu time frame da demak, savdo qilaman. Demak, qarab olamiz. RCI da 70-30. Hozir bu haqida batafsil tushuncha beraman. EMA hamda MA liniyalarida bilamiz, agar signal berilishiga qarab savdo ochamiz. Xo'p, $100 to'g'rilayman va pastga сделка ochaman. Xo'p, demak, endi birinchi RCI haqida gapirmoqchiman. Relative Strength Index, ya'ni nisbiy kuch indeksi. Bu indikatorning vazifasi aktivni haddan tashqari sotib olingan yoki sotilgan holatini aniqlash. Agar RCI 80 dan, demak, oshsa, bu aktiv haddan tashqari sotib olingan degani va narx pasayishi mumkin. Agar RCI 20% dan past bo'lsa, bu aktiv haddan tashqari sotilgan, narx esa ko'tarilishi mumkin degani. Xuddi shu narsa bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni pastda ko'rib turibsizlar, RCI indikatori xuddi kub sifatida chizig'i bor. Aynan mana shu chizig'ida tepasi 70 liniya, pastida esa 20 liniya. Основной kishi 70 deydi, mana ko'rib turibsizlar. 70 bilan ishlaydi, 80 bilan ishlasanglar ancha uverenroq signal berasizlar. Signal olgan bo'lasizlar sellga. Hatto 70 ham yaxshi ishlab beradi. Aynan mana shu ikkita joydan biza nuqtalarni olishimiz mumkin ekan bitim ochishga. Indikator juda ham zo'r, yaxshi ishlaydi va buni qo'shimcha sifatida ishlatsanglar, вообще zo'r. MACD hamda MA hamda EMA bilan MACD haqida video qilganmiz. YouTube kanalidan ko'rsanglar bo'ladi. MACD hamda RCI ni ishlatib birga va MA hamda EMA ni ham aynan shunaqa qilsa bo'ladi. Xo'sh, hozir mana bu yerda bitta yaxshi shablonni ko'rib oldim. Yaxshi plyus yopdik bolalar, birinchi сделкamizni. Ajoyib. Xo'sh, ana endi birinchi qiladigan ishimiz dalshi tepaga ketdi. RCI ga qarab hozir bitim ochdik. Vot mana ko'ryapsizlar, qaranglar. Bizga signal berdi. MA hamda EMA ni kesishgan nuqtasidan, lekin yo'qolib qoldi. Ayrim paytda shuna bo'lib qoladi, yana paydo bo'ladi, yana yo'q bo'lib qoladi. Bu normal holat. Bu o'sha qachonki bozorni o'zgaruvchanligini aniq hisoblagandan keyin bittada chiqsa, mana bu trend o'zgarganini ko'rsatadi. Demak, bu MA hamda EMA harakatlanuvchi o'rtacha chiziqlar hisoblanadi. MA bu moving average, bu narxni tanlangan vaqt ichida o'rtacha qiymatini ko'rsatadi. EMA bo'lsa exponential moving average, bu esa MA ning yanada aniqroq va tezroq versiyasi. Bo'ldi. MA sekinroq harakatlanadi, EMA esa eng so'nggi narxlarga ko'proq e'tibor beradi va shu uchun ham tezroq harakat qilib, tezroq signal beradi. Xo'sh, demak, martingale ko'paytiramiz сделкani va yana tepaga. Agar narx bolalar MA chizig'idan yuqorida bo'lsa, bu o'sish trendi. Agar narx pastda bo'lsa, bu pasayish, ya'ni pastga. Kesishlar esa, ya'ni mana bu ko'k chiziq nuqtachalar bizaga signal beradi. Xo'sh. Biza qiladigan ishimiz, ko'ryapsizlar, bizda ikkita liniya bor, yashil hamda qizil. Qizil liniya bo'lsa, biz pastga сделка ochamiz. Qizil liniya tepada bo'lsa, pastga сделка ochamiz. Yashil liniya tepada bo'lsa, tepaga сделка ochamiz. Juda ham oson, juda ham sodda. Xo'sh, demak, bu сделкamiz minusda yopilish arafasida va birato'la 3x qildim. Общий hozir yo'qotiladigan summani va ko'ryapsizlar, katta tepaga сделка ochildi.
Xo'sh, shu joydan tushib ketsa-ya. Aha. No, RCI хотя ko'tarilishni aytayapti. RCI ko'tarilishni aytayapti. O'sib berishi mumkin. Kuzatamiz. Xo'sh, minusda yopdik. Afsuski, minusda yopdik. Endi hozir yana ham kuchliroq nuqta qidirish kerak zelkaga. $3,500. Emaga qarashinglar mumkin bo'ladi, ya'ni o'sha pastga ko'rsatib kelyapti va down trend. Aynan mana shu joydan men tepaga zelka ochaman. Chunki o'sha yetarlicha pastga tushib bo'ldi, mana ko'ryapsizlar, bizga signal berdi. Yaxshi, shu joydan hozir demak o'zgarish kerak trend. Qisqa trend tepaga ketish kerak. Vot, ko'ryapsizlar? Ajoyib, zo'r. Ajoyib. Yana $500 ga tushirib qo'yirsam bo'ladi. RCI ham ancha ko'tarilib berdi. RCI ni iloji boricha kattaroq time frame da ishlatsanglar, aniqroq natija beradi. Zo'r, ajoyib, plus. Demak, depozitni to'g'ri taqsimlash muhim. Har doim oldingi videolarda ham aytganman. Xo'sh, qulay nuqta bo'ladimi? Tepaga ketdi. Depozitni to'g'ri taqsimlash muhim. Shuning uchun ham e'tibor qaratinglar, iloji boricha 1 hamda 5% orasida minus qilingandan keyin 2 martaga ko'paytirib bitim ochishni. Martingale strategiyasi bolalar. Ajoyib natija. Plus. Wow. Yaxshi. RCI yaxshigina tepaga chiqib bergandan keyin pastga bosuvdim. Qanaqadir hozir yaxshigina volatilность bilan tepaga o'sib berdi. Xo'sh. Demak, kesishadigan nuqta bo'ladi-da, va men pastga zelka ochdim. RCI ga qaranglar. Uje tepaga o'tdi va ketdi mana. Yaxshi, zo'r. Plusda yopdik, ajoyib. Demak, menimcha strategiya tushunarli bo'ldi, juda ham oson. Shunchaki RCI va EMA hamda EMA liniyalarini qo'llagan holatda signallar ikkalasiga signallarga qarab, iloji boricha trend bo'yicha ishlasanglar va yoki bo'lmasam support hamda resistance zonalarini qo'yib olib texnik analiz qilib ishlasanglar ham yaxshigina aniq signal olishinglar mumkin. Hozirning o'zida 10 minutda $2,000 ga oshirdik depozitni. Bu juda ham ajoyib, juda ham zo'r. Xullas bolalar, yana ham ko'proq foydali informatsiya uchun Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Web kanalimiz ham tekin, bemalol qo'shilsanglar bo'ladi. Signal kanalimiz ham bor. Tekinga ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir aktivda signallar beramiz. Qo'shilsanglar bo'ladi. Yangilar bo'lsa obuna bo'lish, bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyada fikrlarni kutaman. Like, podpiska. Xullas, o'zingizlar bilasizlar oyog'ini. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad.